Assalomu alaykum, hurmatli Bo'stonimiz kanali obunachilari, sog'misizlar, omonmisizlar? Yurtimizning tinchligi, yurtdoshlarimizning sog'ligi muhim. Do'stlar, sizlarga Xudo xolasa Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri, Ahimbobaydan shunday ikki ajoyibona shokolad mashinalarni obzor etib beramiz do'stlar. Mashinalarimizga kelsak, Tiko 2004-yil 300 ming yurgan ekan, 20 million narx aytildi. Mashina çürük neler yok. Şokolad acayip bo'lib turibdi. Vazikimiz nechanchi yil edi? 83-yil vazikimiz. Metan gazlari bor, benzinda yuriydi. Mashinaning ichini holatina do'stlar. Mashina bir kilit. O'rildi yurib turibdi. Sakadiski balonlarning holati. Yana Xudo xolasa shu mashinada bir ajoyib etib işlerini işlesangiz bo'ladi Xudo xolasa. Ramında nelerinde sınıkı yok. Maşının halatı acayip. Görüp turibsizlar. Yine metan gazları. Dokumentleri saz. Bu metandan dokumentleri bu. Yine maşının halatı. Dostlar, bunun narxına geladigan bo'lsak, 40 milyon narx aytıldı. Qaytaman deydi. Gideti bir 37'lere geliştik. Ekranda nömürlerini koyamiz. Şu nömürlere bağlanıp özleriniz ham savdolaşıp gelişip asanıza bo'ladi. Tikoni içini holatına geladigan bo'lsak, mashinamizning içini holati. Kichik baydagan ekan, lekin brat haqiqatdan zakonni turibdi dinamasın. Xo'p. Ya Tikomiz. Bunga keladigan bo'lsak, 20 million narx aytildi. Propan gazlari bor mashinani. Bemalol ekranda nömür koyamiz. Şu nömüre bağlanıp asanıza bo'ladi do'stlar. Yaxshi kuningizga xizmat etsin. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Qayta aytaveramiz. Yurtimizning tinchligi, yurtdoshlarimizni sog'ligi muhim. Sog' bo'lasizlar. O'zlaringizni asranglar.